Buviniz mana bu bilan yuribdi qarang. Bu nonasiz-chi. Keliga alishtiradi deb eshitganman. Nimaga sizni bilmasdan turib orqangizdan bunaqa gapirishadi, oyi? O'qishdan chiqib to'g'ri malikalarnikiga borasan. Biror nimani bahona qilasan. Yo'lini qilib, onasining ishlariga ham qarash. Meni onam desang, o'sha qiz bilan ko'rishmaysan ham, gaplashmaysan ham. Biror ishga chiqarsang, xafa qilaman, bilasan-a meni. Akamni tinch qo'ying. Biz oilaga to'g'ri kelmaysiz. Sizdagilar umuman qabul qilinmaydi. Lekin meni onam dunyodagi eng yaxshi ona. Sen qaysi aqling bilan tanimagan odaming haqida hukm chiqaryapsan? O'zi nimaga meni hayotimga aralashyapsan, ha? Sizdan o'tinaman. Yoshlarni ayirmaylik. O'qishingni bekor to'xtatyapsan-da. Menga qolsa davom ettirishing kerak. Shuncha o'rganganlaring hammasi esingdan chiqib ketadi. Bilmasam. Ko'ramiz. Nasib qilgan bo'lsa, keyinroq davom ettirarman. Bugun sal g'alatisan. Ochiqroq gapirsang-chi. Buving tuzumli? Yo boshqa biror muammo bo'ldimi? Yo'q, buvim yaxshilar. Unga emas. Oyim. Bir haftadan beri qo'ng'iroqlarimga javob bermayaptilar. Shunga ko'nglim g'ash. Vahima qilma, ishlari ko'pdir. Bilmadim. Qaniydi ko'proq ishlab oyimni uyga qaytara olsamidi? Bizni deb shuncha yildan beri begona yurtlarda yuribdilar. Sarson bo'lib. Agar o'sha yo'llarda oyimga biror nima bo'lib qolsa, men o'zimni kechira olmayman. Qo'ysang-chi. Niyatingni qara. Yaxshi niyat qil. Men kelayotgan bekatda tushib qolaman. Darsga bormaysanmi? Yo'q. Siz yaxshi o'qing. Men uchun ham o'qing. Ha, guruhdagilarga salom ayting. Navro'zxon ko'chasi bekati. Assalomu alaykum. Keling, nima xizmat? Va alaykum assalom. Ablavashdan ikkita, keyin choy. Xo'p. Assalomu alaykum. Keling, nima beray? Bu yoqqa chiqasizmi yo gapiraveraymi? Tinchlikmi? Nima kerak sizga? Men Umar akaning singlisiman. Ha, Malika. Keling, nima xizmat? Chiqing bu yoqqa, gap bor deyapman-ku. Hozir men ishimni tashlab chiqib keta olmayman, Malika. Lekin gapiravering, eshitaman. Qizim, olmasangiz o'tkazib yuboring. Gap sotib turadigan joy emas-ku bu. Hozir Ishingiz nechida tugaydi? ishim tungi 12 gacha navbatchilikda bo'laman. Kutaman. Xo'p. Assalomu alaykum. Keling, nima buyurtma qilasiz? Mana undan bering. Xo'p, bo'ladi. Ichgachi? Qahva. Xo'p, bo'ladi. 5 daqiqada tayyor bo'ladi. Hozir. Qayoqqa?
Bersangchi. Oyi, Malik, to'xta. oyi, To'xta dedim men senga. oyi, Och dedim oyi, oyi qarang. Tinchlikmi? Tilingni chiqaraman. Telefonimni ber dedim senga. Nima bo'lyapti o'zi? Yana boshladingmi? Ber. Qiz bo'lasan-a? O'cha kishmayking bilan. Kalta yeb qolasan. Nima ham qilardi? Tegib ko'rsin chiqani. Malik, menga qara. Malika dedim. Telefonimni berasanmi yo'qmi? Ochishingni dedim senga, ey. Oyi, Malika, endi buni qara, qarang. ayab o'tirmayman. Ochmang eshikni. Sizga bir gap aytaman, oyi. Buningiz manavim bilan yuribdi, qarang. Malika deyapman, jahlimni chiqarma, och eshikni. Shu qiz ekanda. Och eshikni. Shiringina-ya. Akangni didi yaxshi-da o'zi. Oyi, siz bu qizni kimligini bilasizmi o'zi? Malika, Ha, och deyapman. tushundim. Ber telefonimni. Ha, akangni gaplashib yuradigan qizi. Oyi, Oyi, gaplariga Bu ishonmang. Umar, Telefonimni eshikni ber, sindirasan eshikni hozir. hech bo'lmasa. bu qiz yaxshi qizmas ekan. Umuman bo'lmaydigan qiz. Buni onasi-chi? Anaqalardan ekan. Otasini ham tayini yo'q. Uydan haydab borganmi-ye? Slishkim istoriyasi dahshat, oyi. Malika, tilingni tiy, kalta yeb qolasan hozir. Qanaqasiga? Qayerdan topding bu gapni? Voy, anu Fatima o'rtog'im bor-ku. Xo'sh, Tutsorlik. O'shani mahallasidan ekan bular. Ro'parasida turar ekan. Oysi rosa yaxshi tanirkan ularni oilasini. Onasi ham yoshligidan bo'mag'ur ayol edi dedi. Qizini ham, o'zini ham yaxshi demadi lekin. Malika. Nimalar deyapsan, ey Malika, och eshikni. Bering. nima ish boshlab yursan? Esi yo'q bola. Yaxshi qiz deganing shumi? Oyi, menga ishonasizmi? Hammasi joyida, xavotirli joyi yo'q. Ortiqcha ishonib yuborinma senga shekilli. O'g'lim, esli hushli, aql bilan ish ko'radigan bola deb o'ylabman. Istagan qiz qoshini qoqib, ko'zini sussa, aqlini ham chetga surarkanda yigit degan. Oyi, o'zingiz hech kimga majburlab uylantira olmayman. Ko'z ostingga olganing bo'lsa et dedingiz-ku. Endi nimaga bunaqa deyapsiz? Top desam, qayoqdagi qizga ilakish demagandirman. Oyi, Lola unaqa qiz emas. Lola? Tura qol qizim. Yaxshi dam oldingmi bolam? Buvi. Yana qon bosimingiz ko'tarildimi? Yaxshiman. Havodanmikin, bilmadim. Sal nafasim qisyapti. Qizim, ingliz tilini tashlashingga qarshiman. Oldingidek kamroq ishlasang ham bir amallaymiz bolam. Ha, pensiyam bor-ku. Buvi. Tashlab qo'yganim yo'q-ku. Shunchaki 1-2 oy to'xtatib turibman xolos. Ha, aytgancha oyim telefon qilmadilarmi? Ha. Yo'q. Qilib qollar bolam. Ko'ryapman u qizim. O'qishdan sovib ketgansan. Hayoting it yotish mirza turish bo'lib qoldi. Turasan, ishga ketasan. Kelasan, uxlaysan. Bolam,
Qiz bolasan. Bunaqa yurishing yaxshi emas. Buvi. Men hozir oyimga yordam bermasam bo'lmaydi. Tezroq qaytishlari kerak. Xavotir olmang. Yaqinda hammasi izga tushib ketadi, buvi. Menga qara. Onam deyavermagin. O'zingni ham o'yla bolam. Onang Xudoga shukr katta odam. Yo'lini topib ketgan. Xudoga shukr hamma ishi joyida. Qizim, seni yo'rig'ing boshqa. O'qishing kerak. Onang umuman qaytmasa-chi? A? Shunaqa ishlab yuraverasanmi? Ha, demay Umarjondan sovchikisi surishtirishadi. Nevarangiz o'qiydimi? Nima ish qiladi? Ha, so'raydi baribir. Men nima deyman, bola? Buvi. Nima? Men biron yomon ish qilyapmanmi? Keyin ular hali beri sovchi yubormaydilar. O'zlariga aytganman. Oyim kessinlar. O'qishimni ham tugatib olay. Ana undan keyin deb. Ha. Niyating yaxshi bolam. Lekin qani edi? Hammasi biz xohlagandek bo'lsa. Buvi. Qo'ying bu gaplarni. Men kechasi sizga turshak yutib qo'ydim. O'shani albatta iching, xo'p? Men yuzimni yuvib olay. Motor. Nima ko'ylarga solib ketding-a bizni? Alo, Labbay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Malikaning onasiman, Munisaxon. Ha, tanidim. O'zim ham qo'ng'iroq qilib qolsangiz kerak deb o'ylab yurgandim. Yaxshimisiz? Malikaxon, o'g'lingiz, xo'jayiningiz tinch omonmi hamma? Rahmat, yurishibdi. Shu mahallangizdagi anavi oila masalasida. Voy opa, qizimdan eshitganimdan beri tinchim yo'q. Gapiray desam, g'iybat bo'lib qoladimi deb xijolatdaman. Indamay, aralashmay desam, sizlarga u oilani umuman ravo ko'rmayman. Malika ham o'z qizimdek bo'lib qolgan axir. Ich etimni yedim, to'g'risi. Shu gaplar rostmikan? Malika ham yosh bolada. Akasini yaxshi ko'rib, qizg'onadi-da. O'zidan to'qib, chatib gapirdimikan deb o'ylab qoldim. Yo'q, hamma eshitganingiz bor gap. U qizni, o'sha Lolani, otasini ham, onasini ham tayini yo'q. Uzr-ku, onasi yiliga alishtiradi deb eshitganman. Anaqalardan. Kampir onasi bilan qizidan xabar ham olmaydi. Do'rug'i butun mahallaga tarqagan. Qaysi ma'nodaligini o'zingiz tushunasiz. O'g'lingizga shunaqa qizni munosib ko'rasiz. Voy, yo'q, hech ham. Men ham shuni aytdim-da. Mana men degan tagli zotli qanaqa oilalar? Xo'p. Mayli. To'xta. Akajon, ko'zingizni oching. Shuncha aytdim sizga. Quloq solmadingiz o'zingiz. Oxiri oyimga aytishga majbur bo'ldim.
Siz o'ylab aka hammasi. Malika, men senga necha marta aytganman. Birov haqida bilib bilmay gap to'qimagin deb. O'sha o'rtog'ingmi, onasimi? Lolani shunchalik yaxshi tanirkanmi? Yo biror marta gaplashib ko'rgan ekanmi o'zi bilan? Ha, oyisini-chi? Ko'zi bilan ko'rishgan ekanmi nimadir yomon ish qilayotganini? Gaplashmagan bo'lsa ham yaxshi bilishadi. Ha nima, bitta mahallada turgandan keyin eshitib ko'rib yurishgan-ku. Siz qizlarni bilmaysiz-da aka. Yomonam tulki bo'ladi, 200lamachi. Bekorchi gaplarni yig'ishtir. Bir marta uchrashib sen ham gaplashib ko'r. O'zing ham aytasan keyin noto'g'ri o'ylab yurgan ekanman deb. 2 marta bordim. Gaplashib olaylik deb. Uni o'zi qochib yuribdi. Aytgandiram. Bo'pti aka, men darsga kech qolyapman. Xayr. Ha, aytgancha. Undan ko'ra ishingizga borsangiz bo'lmaydimi? Majnunga o'xshab daydib yurmasdan. Koshki arzisa edi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kutib qolmadingizmi? Alaykum assalom. Voy. Buvim sizga salom aytvordilar. Agar meni xafa qilsangiz, qulog'ingizdan tortib qo'yarkanlar. Oling. Bilaman, har doimgidek tushligingiz yo'l akay. Yeb oling. Buvim o'z qo'llari bilan pishirganlar. O'zing yeyaver. Nimaga? Kartoshkali yaxshi ko'rasiz-ku? Oling. Kayfiyatingiz yo'q. Qayoqqa ketdi? Uydagilar uchirib yuborishdi. Uchirib yuborishdi deysizmi? Tavba. Oy. Uydagilaringiz nimadir deyishdimi? Voy, avtobus ham keldi. Ketdik. Sen o'zing yetib olaver. Ketdik? Men ishlarim bor edi. Xo'p. Ehtiyot bo'l. Assalomu alaykum Umar aka. Men Fotimaman, Malikani o'rtog'i. Xafa bo'lmaynu, u qiz sizga fashi to'g'ri kelmaydi. Anaqasi oyim sizni bir uyga kelsin, hammasini tushuntirib beraman dedilar. Shu men raqamim. Kim menga bular? Nimaga birovning hayotiga aralashadi? Dadasi, o'g'lingiz keldi. Chiqing. Joyida issig'ida bosing. Gaplashing. Qayerlarda yuribsan deb tergang. Onasi, hovliqma. O'g'ling ja bir anqov, befarosat bo'lamas-ku. Aql hushi joyida. Nima qilayotganini juda yaxshi biladi. O'zim erta-indin ishxonasiga o'tib gaplashaman. Ha, bahonada ishxonasini ham ko'rib kelaman. Bu yoqda o't ketib, hamma yoq yonaman desa-yu, sizni o'tirishingizni qarang. Bemalol xo'jaga o'xshaysiz-a? O'sha fohishani qizi o'g'lingizni bo'ynidan ip o'tkazib, osilib olsa nima qilasiz? Baraka topkur. Turing, gaplashing. Hey, xotin. O'g'ling birinchidan qo'y emas, bo'ynidan ip o'tkazadigan. Ikkinchidan tanimagan, bilmagan odaming haqida og'zingga kelgan gapni gapirma. Hoy bola, bu yoqqa qara. Bu yoqqa qara. Seni ham tuqqan onang bor-ku, a?
yo ota onasi o'lgan yetimdek o'zi bilganicha yashab yuraverasanmi? Assalomu alaykum, oyi. Tinchlikmi? O'shaning bilan aloqani uzdidimmi senga? Yarim kechagacha nima qilib yursan yana? Oyi, nimadan qo'rqyapsiz? Nimadan norozisiz? Menga ishoning. O'g'lingizman u. Ishonasizmi o'zi? Sen nimani ham tushunarding? Hali ham nonni nanni deb yursan. Yo 2 marta oylik olib kelib, onangga aql o'rgatadigan bo'lib qoldingmi? Oyi, oilaning nima aloqasi bor? Munisa, yana boshladingmi? Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom, o'g'lim. Bo'ldi, xonangga kiraver. Onasi, bo'ldi, sen ham uxlay qol, janjal boshlamasdan. Umar, o'g'lim, sen ham qadamingni bilib bosgin, xo'pmi? Sal qo'lim bo'shasin, sen bilan o'zim shug'ullanaman. Ey, bola, biror ishkal chiqarsang, xafa qilaman, bilasan-a meni? Ha? Xo'p, dada. Senga ishonaman, kira qol. Ha, erkalating yana. Jonim bolam. Yasha, qilayotgan ishing zo'r deng. Ishonchli odamdan so'radim deyapman sizga. Bo'pti, og'irroq bo'lgin. Onasi og'irroq bo'l. Buni hali ko'ramiz. Bo'pti, bor. Kirib uxla. Voy bu jonim-a. Keldingmi Lola? Voy, buvijon, uxlamadingizmi Ha, hali ham? yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Ha, seni ko'rib undan keyin xotirjam uxlayman-da bolam, ungacha ko'zimga uyqu kelmaydi. Uy, Voy, bitta-bittadan ol, og'ir. buvijon, shularni zilday qilib bozordan ko'tarib keldingizmi? Dam olish kuni o'zim bozorlik qilaman dedim-ku, buvijon. Yo'q, qizim. Umarjon tashab ketdi. Yana boshqa ul-bulam ko'tarib ketdi. Umridan baraka topsin. Buvijon, bekor olib qopsiz. Endi baribir noqulayda. Men ham rostsa gapirdim. Xijolatga qo'ymang bizni deb. Indamay kulib turdi. Baraka topsin, biram tarbiyali bola. Muomalasini aytgin. O'zi ham havas qiladigan bola. Mayli buvijon. Ko'z tegmasin. Siz kirib damingizni ola qoling, kech bo'ldi. Bo'pti, bo'pti bola. Yaxshi yotib turing. Xo'p, yaxshi dam ol. Yaxshi dam oling. Keling, oyi. Keling, kiring. O'tirib oling. Qarang. Mana. Kompyuterda ishlab o'tiribman. Boshlig'imni hisobotini tayyorlayapman. Mana. Keyin ingliz tilidan matn tarjima qilishim kerak. Ko'ryapsizmi? Endi xotirjam borib uxlang. Meni onam desang, aytganimni qilasan. O'sha qiz bilan ko'rishmaysan ham, gaplashmaysan ham. Mana buningdan yozishmaysan ham. Seni
naslimizni buzishing uchun katta qilmaganman. Gapim tugadi. To'xtang. Voy, yaxshimisiz Malika? Akamni tinch qo'ying. Akam hali o'qiydilar, ishlaydilar. Siz bilan ilakishib yurgani vaqtlari yo'q. Malikaxon, men hech kimga ilakishganim yo'q. Agar gapingiz bo'lsa, Umar akani o'zlari bilan gaplashavering. Biz shunchaki Bo'ldi. O'zingiz oqlavermang. O'zi nimaga kelganimni, kimligingizni juda yaxshi bilishimni tushunib turibsiz-ku. Nima qilasiz yana gapni ko'paytirib? Butun mahallaga dong'iylar ketgan ekan. Kechirasiz. Biz sizlarga tenglasha olmaymiz. xo'sh. Biz kim ekanmiz? Xullas, biz oilaga to'g'ri kelmaysiz. Ota-onam, yaqinlarim hamma sizga qarshi. Sizdagilar umuman qabul qilinmaydi. Umidam qilmang, xo'pmi? Qanaqa ekan u bizdaki? Mana shu mahalladagi hamma biladigan o'shanaqalardan. Tushunarlimi? Agar tushunmasangiz, onajoningizdan so'rang. Boshqa gapim yo'q. Umar ekan bo'lsa, baribir sizga uylanmaydilar. Lola? Bolam. Fotima, birga bormading-da. Agar seni ko'rganda tili aylanmay qolardi. Shundoq ham kelib qoldi-ku. Boplading o'rtoq, boplading lekin. Shunaqa sallarni bo'yniga qo'yib tashlashing kerak edi-da. Endi ham akangga osilsa yana bilmadim. Agar tinch qo'ymasa yana seni yoki oyingni olib borib uyigacha kiramiz. Shunaqa qilamiz. Voy. Voy, hozir oyim telefon qilyaptilar. Alo, oyi? Fotima, bo'ldimi? Ish bitdimi? Shunaqa shekilli, oyi. O'zi gaplashdi oyi hammasini. Ko'rdim. O'qishdan chiqib to'g'ri malikalarnikiga borasan. Darsinimi, biror nimani bahona qilasan. Yo'lini qilib, onasining ishlariga ham qarash. Ana bu Lolani so'ra. Xo'p, oyi. Gapir. Menga qara. Onasini oldida chaqqon-chaqqon harakat qilib, o'zingni ko'rsat. Tushundingmi? Tushundim, oyi, tushundim. Xo'p. Bo'pti. Oyim senga salom aytdilar. Salomat bo'lsinlar. Xullas, akam yana shu bilan yursalar, Assalomu alaykum xola. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Birovni Rahmat. kutyapsiz shekilli. Ha, xo'jayinim olib ketishlari kerak edi. Sizga issiqcha olib chiqqandim. Ichib oling. Voy, rahmat. Anchadan beri sovuqda o'tiribsiz. Sal xayrladilar. Umringizdan baraka toping, qizim. Sog' bo'ling. Lola. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Telefonimga javob bermading. Kutdim. Men ishga vaqtliroq kelishim kerak bo'lib qoldi. Shuning Lola, uchun buyurtmay qaramaysanmi? hozir kiraman. Mayli, chiqqanimda sizga qo'ng'iroq qilaman, xo'p? Kechroq. Xo'p, kutaman.
Malika. Lola bilan ko'rishdingmi? Nimaga? Unga joyi qayerdaligini ko'rsatib qo'ydim. Ey qiz. Sen qaysi aqling bilan tanimagan odaming haqida hukm chiqaryapsan? O'zi nimaga meni hayotimga aralashyapsan, ha? Gapir. Umar. Seni deb jon kuydiryapti-yu. Nega do'q qilasan? Bechora singlingga. Gapirmagan gaplarimni ham aytdi deb yig'lab bergandir-da anavilari. Malika. Shh. Dadang kech qaytarkanlar. Qulog'imiz senda. Ichingdagi borini gapir. Oyi. Shu yil to'y qilamiz degansizlar. Meni uylantirmoqchisizlar, shunaqami? Ha. Faqat u qizga emas. Tengimiz emas u bizni. Oyi. Men Lolani necha yildan beri taniyman. Uni yaxshi bilaman. Unda ko'nglim bor. Shu qizingiz allaqayoqdan topib kelgan bo'mag'ir gaplar, ishonmang, yolg'on hammasi, g'iybat. Xo'p. Yolg'on bo'lsa aytchi. Onasi shuncha yildan beri chet elda nima ish qiladi? Sohasi nima? Qayerda ishlaydi? Unisini aniq bilmayman, lekin shu Ana. Ko'rdingizmi oyi? O'zingiz ham bilmaysiz aka. Kimmi qanaqaligini? Birpas jim turmaysanmi, qiza? xullas shu onasi buvisi bilan Lolani boqishga ketgan. Yana buvisi ham kasalmand. Uni davolatishga shu O'g'lim, tushun. Gap ayolni nimaga pul ishlab kelayotgan haqida emas. O'sha pulni qaysi yo'l bilan topayotgani haqida. Eshitishimizcha, oyi. Lolani onasi siz o'ylagandek yomon ayol bo'lishi mumkin emas. Siz o'zingiz bir marta gaplashib ko'ring shu qiz bilan. Umar, bilib qo'y. Onasi qiziga umuman o'xshamasligi mumkin. Lekin qizi bir kun kelib albatta onasiga tortadi. Qon bu. Qon tortadi, bolam. Jon oyi, iltimos, hech bo'lmasa buvisi bilan gaplashib ko'ring. Bilasiz qanaqa oila ekanini. Bildim. O'g'lim, bildim. Malikani gapiga o'zim ham ishonmasdan surishtirdim. Buvisini qo'lida katta bo'lgan ekan. Tashlandiq bo'lib. Qolganini gapirmay qo'ya qolay. Oyi, Umar, bolam. To'g'ri, kap katta yigitsan. Lekin hozir adashyapsan. Seni o'ta to'g'ri qilib tarbiyalagan ekanmiz. Odamlar maqsadiga yetish uchun nimalarga qodirligini bilmaysan hali. Hammani o'zingdek ko'rasan. oyijon. Meni to'g'ri, vijdoniga qarshi bormaydigan qilib, lafzidan qaytmaydigan qilib tarbiyalagansizlar. Buning uchun dadamdan ham, sizdan ham minnatdorman. Shuning uchun Lolaga uylanaman. Men lafz qilganman. Ana, ko'rdingizmi oyi? Burnidan ip o'tkazib olgan ekanmi? Lola. Yaxshimisan? Charchamadingmi? Bo'ladi. Bugun Malika oldinga boribdi. Gaplashibsizlarmi? Gaplashmadik.
Faqat Malika gapirdi. Meni eshitmadi ham. Sizni tinch qo'yishim kerakligini aytdi. Aytishi bo'yicha oilangizga loyiqmas ekanman. Yana onam haqida ham bir nimalar. Lola. Xafa bo'lma. Qo'shninglardan kimdir nimadir deganmish. Bilasan-ku. Og'zi bilan yuradiganlar ko'p. Asosiysi men senga ishonaman. Bilaman. O'zimga ham aytganlar bo'lgan. Lekin meni onam dunyodagi eng yaxshi ona. Odamlar bilib bilmasdan gapiraveradi. Men uchun onam buvim ikkalamiz uchun o'zlarini qurbon qilgan farishtalar. Lola, o'ylama, siqilmagin. Men odamlarning gapiga emas, ko'zim bilan ko'rganimga ishonaman. Niyatni to'g'ri qilaveraylik. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa. Xo'p? Rahmat. Qizingga nimaga javob bermaysan? A? Xavotirdan yuragi ezilib ketdi-ku bola bechorani. Tushuntiryapman-ku, oyi. Bursaga kelganmiz. Xo'jayinim shu yerda davolanyapti. Tuni kun yonidaman. Lola bo'lsa nuqul video qo'ng'iroq qiladi. Qanaqa bunga? O'zingiz bir yo'lini qiling. Bo'pti qizim. Xo'p, imkon topganda qizing bilan albatta bog'langin. Gaplashgin. Xo'p, oyi. Bo'pti bolam. Yaxshi o'tiring. Xo'p. O'zingni ehtiyot qil. Mayli, oyi. Baxtimga sog' bo'linglar. Xo'p, bo'pti bolam. Allohni panohiga. Xo'p. Oyjon. Axir sizni hech kimga yomonligingiz tegmagan-ku, Oyjon. Nimaga sizni bilmasdan turib orqangizdan bunaqa gapirishadi, oyi? Nimaga odamlar bunaqa? Oyjon. Nimaga menga eng kerakli paytingizda yonimda emassiz? Nima qilishni bilmayapman, oyi. Oyjon. Sizni tanimasdan yomon ko'radigan odamlarni men qanday yaxshi ko'raman, Oyjon. Ularning orasida qanaqa qilib yashayman? Bolam, ko'p yig'lama. Yotib uxla. Erta turishing kerak.
Hozir. Chiqyapman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Yaxshimisiz qizim? Rahmat. Bu kampir kim bo'ldi deb hayron bo'lmang. Men sizni yaxshi taniyman. Umarjonning onasisiz. Umringizdan baraka toping. Shunaqa yaxshi bola o'stirgansiz. Men Lolani buvisiman. Uni o'zim katta qilganman. Ha, xola. Bekor kepsiz. Biz o'g'limizni hali beri uylantirish niyatimiz yo'q. Singlim, hamma gapdan xabarim bor. Qizingizni Lolani oldiga borgani, nabiramni xohlamayotganingizni sababi ham Katta odamsiz. Tushuning. Bizni o'zimizga yarasha obro'yimiz bor, orzu-havaslarimiz bor. Qayoqdagi? qizim ham, nevaram ham noma'qul ish qilib yurgani yo'q. O'rgilay. Og'ziga kuchi yetmaganlar nimalar deganini bilmadim-u. Savolingiz bo'lsa, mana men keldim. O'zimdan so'rang. Boricha aytaman. Xola, qo'ying gapni chuvalashtirmaylik. Biz bir-birimizga to'g'ri kelmaymiz. Gapimga ozgina quloq soling qizim. Mo'ttar qizim 23 yoshida eridan beva qoldi. Taqdir ekan. Undan keyin qizini o'ylab turmush qurgani yo'q. O'gay otani qo'lida qolmasin dedi. Lola katta bo'lgan sari qizim uni o'qitish dardida yurdi. Ko'proq pul topay dedi. Chetga ketdi. Shu yerda qolavergin qizim. O'qimasa hunar o'rganar deya gapirdim, tushuntirdim. Lekin ko'nmadi. Ona da aylanay, qizini kelajagini o'yladi. Bu yoqda nevaram Lolani bo'yi yetib qoldi. Bilasiz, sarpa suruq kamiga meni dori darmonim Mo'ttari bo'ynida. Tez-tez qon bosimim ko'tariladi. 8 yildan beri qizim 2 martagina keldi. Ona, mana shu pullarni yo'l kiraga sarflagandan ko'ra, shu pullarni sizga jo'natay. Kam ko'z sizga ishlating dedi. Bizni deb ayol boshi bilan musofirda yuribdi. 1 yilcha avval mendan so'radi. Qarovchilik qilayotgan xonadonida bekasi olamdan o'tib qopti. Uy egasi menga turmushga chiq, bolalarimga onalik qilgin debdi. Nima qilay deb mendan maslahat so'radi. Qizim, agar yaxshi inson bo'lsa, tekkin dedim. Shu noto'g'rimi, qizim? Axir odam odamga muhtoj-ku. Yolg'izlik faqat Allohga yarashadi. Bandasiga emas. Xola, ovqatimga qarashim kerak. Tagiga olib ketmasin. Uzr, bizni endi to'g'ri tushunasiz. Qizim, sizdan o'tinaman. Yoshlarni bir-birida ko'yni bor. Ularni ayirmaylik. Uzr. Qizim, Lola bilan bir og'iz gaplashib ko'ring. Bekorchi og'iz nimalar demaydi, qizim. Qizim. Yomon qiz emas. Biz unaqa oila emasmiz. Jon qizim. Qizim yaxshi qiz. Oy, boshim.
yaxshimisiz? Dadasi, Tinchlikmi? yaxshi gapirib jo'natib yuboring. Ana qizni buvisi ekan. Buvisi? Iye, xola, yaxshimisiz? Sekin, yordam beraymi? Sizga doktor... Voy, Hakim opa, ustoz. Yorib ketay. Nima qilib turibsan? Qaramaysanmi? Kel. Ahvollarni ko'rmayapsanmi? Ushla. Qani, sekin. Boshim, Ustoz, yaxshimisiz? Keling, turing, sekin. boshim. Sekin yuring moshinaga. Yuring. Doktorga olib boraman. Yuring. Tuzukmisiz? Qizim turmush qurganini Lolaga bildirmaylik deb men aytgandim. Yana ko'ngli o'ksimasin deb. Nevaramni xabari yo'q. Ha, Hakim opa. Hayotda nimalar bo'lmaydi deysiz? Ha, odam boshiga tushmaguncha bilmas ekan. O'zi yaxshimisiz? Boshingiz qo'yib yubordimi? Yo'q. Bu dard qurg'ur 2 kun 3 kun qiynaydi endi. Shunda nevarangiz Lola Muattarni qizimi? Ha. O'zi bitta qizim bor-ku. Ha, esimda. Bizdan 2 sinf pastda o'qigan edi. Qizim nozik, salga kasal bo'lib qoladi der edingiz. Ha, o'sha juda ham ko'p kasal bo'laverardi. Ancha qiynagan. Shukrki, nevaram unaqa bo'lmadi. Muattarni qaynonasi kasalvansan deb ajrashtirib yuborgandi. Endi qizim bizni deb ayrim o'g'illar qilmagan ishni qilyapti. O'zi mana shu seni bee'tiborliging tufayli ustozimiz o'lib qolishlariga ozgina qopti. Ha, qaramaysanmi? Senga aytdim-ku, shoshma, hovliqma. O'zim surishtirib beraman dedim. Men yomon bo'lsin debmanmi? Bolamizni hayoti-ku dadasi. Bolangni hayotiga nima qilibdi? Ha? Nima qilibdi? Bu ayolni juda yaxshi taniyman. Ona tili o'qituvchimiz. Hakim opa maktabimizdagi eng yaxshi o'qituvchilardan bo'lgan. Hamma yaxshi ko'rardi. Birovga qattiq ham gapirmagan bu ayol. Xo'p, endi nima deysan, ha? Gapir. Bechora ustozimizning qizi kasal bo'lganidan o'sha 10-sinfda bo'lganimizda bizni tashlab ketganlar. Maktabdan bo'shab ketganlar. O'sha bolasini deb, qizini deb. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Keldinglarmi? Oyi, yaxshimisizlar? Qizim, bu viza ozgina mazalar qochib qopti. Borib ko'rishingiz mumkin. 36-palatadalar. Rahmat. Xo'sh, nima demoqchisan? Ichingda qolmasin, gapir. Umarga o'zim aytdim chaqirgin deb. Dadasi, siz ham meni tushuning-da. Kelin degani o'g'ilga ovunchoq yoki uyga xizmatkor degani emas-ku. Faqat husnini yoki ro'zg'orda chaqqonligini surishtirsam. Kelinimiz axir sulolamiz davomchilarini dunyoga keltiradi. Bo'lajak nabiralarimizni tarbiyalaydi. Xudo xohlasa shunga adashmaylik deyman-da. Bundan ko'ngling to'q bo'lsin. Agar shu qizni ustozimiz katta qilgan bo'lsalar,
kelining kutganingdan ham a'lo bo'ladi, xotin. Hayotda rasmdagidan ham yoqimtoy ekan. Qayeridir o'zimga ham o'xshab ketadi. Yoshligimga. Munisa, o'tiravermasdan borib xabar olchi. Nima gap ekan? Bu qiz menga kimni eslatyapti desam, o'zimga, yoshligimga o'xshab ketarkan. Ko'rganimda yuragim jiz etgani bekorga emas ekan shekilli. Kimlarnidir gap so'ziga uchib, mas'uma bir qizni yomonotliq qilishimga sal qoldi-ya. Siqilmang. Bu ish tuzalib ketadilar. Hali hammasi yaxshi bo'ladi, qizim. Odamlar bo'lar bo'lmas mish-mishlar tarqatib nimaga erisharkan? Birovni gapiga emas, qalbingga quloq sol deganlari to'ppa to'g'ri ekan.